qimorni taklif qilmasam, meni nima sababdan qamashadi? Men shuning uchun prezidentimdan, u kishining qizlaridan, oilasidan iltimos qilib so'rayman, rahbariyatdan iltimos qilib so'rayman. Meni farzandlarimni yonida qolishlik, ulardan motivatsiya olib, harakat qilib, jang qilib O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishim. Men chet ellarga qiynaldim, shuncha yurdim, lekin O'zbekistonga kelib maza qilib yashayapman. Bundan men faxrlanaman o'zbekligimdan. Shuning uchun men sizlarga chiqaman. Meni sudga chaqirishyapti. Protest kirdirilgan, uni qaytadan qamoqqa almashtirilsin deb. Qamoqqa aylantirilsa, men qamoqqa ketsam, farzandlarimni yoniga, meni ota-onamni yoniga kim qolishi mumkin? Bu bosh egib video qilish emas. Farzandlarim uchun har bir ota hamma narsaga tayyor turadi. Uydan chiqmasligiga tayyor turadi. Farzandlar uchun hamma narsaga ota tayyor turadi. Sizlarga shuning uchun murojaat bilan chiqaman. Xalqim, qamalishim oldidan video qilganman. Mana chiqibman sizlarga rahmat aytdim. Prezidentimdan, xalqimdan yana ham sizlarga iltimos qilib, yana ham sizlarga chiqaman. Blogerlardan yetib borsin prezidentimga, rahbariyatlarda men qolishligim, farzandlarim yoniga O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga. MMAdan birinchi marta chiqdim, birinchi marta MMAga. Alloh xohlamadi yutqazdim. Lekin men kulachga, moytaysman. MMAni ham shug'ullanaman-da, men shunaqa qaytmayotgan bo'laman. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarib, qanaqa O'zbekiston